Беришни de bilmegen, hüneri de bulmagan, lekin bütün abilarga şuşa giyinip giyineceğiz. Come on everybody. Patlalar canım, patlalar eyle kuşlar. Robin, 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 Robin. Bu eksperimentni hatta bugün İrim Artyom Piskunov bilen de söyleshebez. Artyom ayta o'zibizda o'ynagan kibik tugul, qo'yadir gastrolda vyuzdda o'ynagan kibik deydi. Chunki bu chindan da yangi sahna. Onun bulay texnik yoqdan qarasang da ul biroz ovish. Ortqi tomoshachiga da ko'rinsin uchun. Shunga ko'ra ham idanda palas kibik ayber bor, plavik deymiz endi bizning teatrda. Shul yog'inda qararga kerak. Tufli shuvami, shumi, mana shul ayberlarning barisida esda tutib ishlarga to'g'ri keladi. Shunga ko'ra Artyom ishli o'zimizni nindidir bir gastrolda kibik his etamiz. İsenmisiz? İsemiz. Siz Gülnaz. Nizam yanına keldingizmi? Yo'q. Siz o'zingizni yamsiz tutasiz. Teatrning bo'lajagini men Instagramda ko'rdim. Ko'p vaqt bitindi shunday мероприятияларга chiqqan yo'q bizning. Shunga ko'ra men aytam bu birinchi teatr kebek ko'p vaqtdan so'ng endi shunga ko'ra bormisha bo'lmaydi. Bir nechtadan qoldirib bo'lmaydi bunday. Qo'rquv hissi bo'lmadi. Biletlarni olgach men shaltiratib so'radim. Organizatorlar maska, perchatkalar bo'lar dedi. Butun sog'liqlik choralari qaralgan dedi. Shunga ko'ra qo'rqmasha erkinlab keldik. Moskvadan keldim, maxsus keldim. Mana anda bo'ldi bildiruv. Havoda qo'yamiz, shaxmatning porядка o'tiramiz. Menga havoda o'tirib bek ishiy. Birinchi kelam, birinchi ko'ram shu havoda teatrni buldirganni. Sen avulda şulay yeriler indi. Yok bittin şehirde din başka aşağı ha? Nişek. Şat. Amında ulaştır. 3-4 oy yol etib, ishimizni sog'indik, ijodni sog'indik, tomoshachilarimiz bilan oralashuvni sog'indik. Ular qo'rqmisha kelganlar ekan, biz qo'rqmisha ishlarga tiyish. Allohga topshirgan.